Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz traderlar. A, Ho'p, haftaniyam boshlab oldik. O'tgan hafta non farmda hamma yaxshi daromad qildi degan umiddaman. Ya'ni oyliklar olganmiz deb o'ylayman. Non farm o'zi traderlar oylik oladigan kuni deyishadi. Ho'p, kelinglar pullarni ko'rib chiqamiz yana bir bor. Ho'p, non farmda qilgan tahlilimiz birga bir ishlab berdi. Ya'ni aytilgan narxdan 1 gramm tepaga o'tmasdan qancha, ya'ni 447 punkt tushib berdi. 001 bilan bu $40, 0.10 bilan $400, 1 lot bilan $4000 bitta tushishda. Ya'ni bu yerda qaranglarda, bu yerda sal taktika qilish kerakda o'zi aslida ishlash payti. G'oya qanday edi? Non farmdagacha tepaga chiqib va mana shu dollarda soya qoldirib pastga tushib beradi. Pastga tushib bergandan keyin yana tepaga ketadi degan g'oya qilgan edik o'tgan videolarda. Hop, to'g'risi g'oyamiz bo'yicha biz kuchliroq tushishni kutgan edik mana bu dollarga. No, baribir mana bu topgan zonamiz kuchli qildi va shu yerga test qilib berdi va pastda bizda mana buni minimum topgan edik. Shuni trend tortganmiz. Shu trendga отбой bo'ldi. Ya'ni kasal bo'lsa ham отбой hisoblanadi. Agar 3/3 chizsak, u tekkan bo'ladi mana shu yerda. Sut nuftom qaranglar. Yangilik chiqdi. Mana bu sham o'zida. Примерно shu uyda. Yo'q, mana bu ekan. 5:30 da chiqqan. Mana bu oraliqdagi geta 30 minutga o'tsang aniq ko'rinadi. Mana bu sham. Ko'plar sell kirdi mana bu yerda shu zonadan. Ya'ni свеча молот mana bu hisoblanadi. И поглощение ham bo'lyapti. Mana bu yerda ikkita sham bir-biridan mana buni поглощение qilaveryapti. Soya qildirib qolgandan keyingi sham уже kirganda, keyingi shamdan sell kirganlar bu va qayga test qilyapti bu. Ya'ni istaymiz, har doim aytaman, W model bor, to'g'rimi? Mana W model mangacha ishladi va har doim W modelning maksimumiga test qiladi. Mana bu maksimumgacha tushadi har doim. Narx o'shanga keldi mana. Masalan, mana shu yerdan уже buy izlashlaring kerak edi va pastda kuchli zona bo'lgani uchun shu yerga test qildi. Отбой zona, 3 ta fakt bu buy ushlashga. Bizlar qanday qildik? Bizlar kichik time frame'larga o'tib scalping qildik o'sha kuni. Narx qayla kuchli tushishni boshlagandan keyin уже mana bu zonalar buzolmagandan keyin biza buyga ishlandi va buy ishlangandan keyin mana bu sell o'tkazib yubordim. Chunki opasniyroq ishlasam bo'lardi. Manda zakaz soni ko'pligi uchun bu sell o'tkazib yuborib va mana bu zona yana buy ushladim. Man ya'ni kun davomida narx o'sishiga ishlasam, zelkalarim buyga bo'lsa, sotib olish bo'lsa niyatim, faqat sotib olaman, sotmayman. Ya'ni qarama-qarshi ishlamayman. Aytgan edim, qarama-qarshi ishlashga stoit qachon? Mana bunday maksimumlarda sellingiz bo'lsa, mana bu yerdan buy olib qo'ysangiz, orada bemalol qo'rqmasdan ishlasa bo'ladi. Поддержка zonalar bo'ladi baribir sizda. Ya'ni поддержка сделкалар. Shu holatda ishlayveramiz. Juma kuni shogirdlar bilan birga hamma yonma-yon o'tirib ishlamadik-ku, hamma ishladi. От души, lekin profitlar oldi hamma. Juda kuchli zonalardan narx o'sishni boshladi, tushishni boshladi. Qaranglar, mana sizlarga skalpda qanday ishlanadi. Mana zonalar ko'ryapsizlarmi? Soya qoldirgan zonalarni. Shu yerga kelib soya qoldiryapti-da, 1 gramm pastga o'tolmayapti. От dуши bitta buy olsa bo'ladi. Ikkinchi marta qaytib keldi, shu yerga buzolmadi, soya qoldirgan, yana bitta buy, всё. Ko'ryapsizlar, o'sha mana bu yerga kelgandan keyin holatni izlayveradi. Har bitta time frame'da holat izlanadi. Skalpingda shuning uchun ham judayam asabiy bo'lib ketadi odamlar. O'tirish kerak, kuzatib o'tirish kerak. Sekund chalg'imasi kerakda buni. Hamma momentdan ushlab qolish uchun. Qaranglar, 2 marta tepaga buyga bergan, keyin 2 marta sellga bergan va shu bilan keyin mana narx shu kungacha o'sib kelyapti. Shu aytganimdek, narxlar yana tepaga ketadi. O'ylashimcha shu maksimumlarni yangilab qo'yamiz yaqin orada. Bu sekinlik bilan bo'ladi, chiqadi, narx tushadi. Qanday desam, bitta zonalarda откатda olib ketaveradi bu. Bunday holatda chiqib ketamiz. Orada qanday keskin o'sishlar bo'lishi mumkin, anaqangi.
kiritamiz. Endi uyog'i fol bo'lib ketmasin, faktlarga, o'sha real grafik chiqishiga qarab anaqa qilamiz. Bugun hozir kuchli o'sish boshladi. Bu sizlarga aytaman, non-farm qaysi tarafga harakatlandi? Hamma aytishi mumkin sellga deb, no fakt kun oxirida narx o'sib yopildi va non-farmning kuchi narx o'sishiga ta'sir qilyapti. Va bugun 5 may dushanba. Sizlarga aytmoqchi bo'lganim 5, 6, 7 may kunlari kuchli harakatlar bo'lishi mumkin. Odatda endi 6, 7 may kunlari yangilik bor, lekin tillo o'sha narsani 1-2 kun oldin harakatni boshlaydi. Ya'ni o'tqazmasligi uchun o'sha momentlarda 1 kun oldin harakat qilish boshlashi kerak. Katta ehtimol tillo narxi o'sib ketadi. Amerika foiz stavkalari to'g'risida yangilik chiqadi yaqinda. Katta ehtimol foiz stavkalari tushirishni boshlaydi. Foiz stavkalari tushish boshlasa, tilloni narx o'sishini ko'ramiz. Ya'ni o'sib ketadi. VVP haqida yangilik bor, ya'ni multivalue produkt deydi-ku. Inflyatsiya to'g'risidagi yangiliklar, shu iqtisodiy qanaqa makroekonomik ma'lumotlar chiqish boshlaydi va bular tilloga juda ta'sir qiladi. Shulardan bittasi foiz stavkasi. Foiz stavkasi hozir 4% yuribdi. 4%, 4,5% atrofida. Oxirgi marta oktyabrda foiz stavkasini tushirgan. Oktyabr yo noyabr edi. Скорее всего, oktyabr edi. Shundan keyin hali beri tushirgani yo'q va Jeremi Pauellning aytishicha, foiz stavkasini tushirishga hojat yo'q. Ya'ni o'sha iqtisodiyot yaxshilanib boryapti deganiga. Lekin Trampni olib borayotgan o'sha siyosati Amerikaga ham ta'sir qilyapti va Jeremi Pauell katta ehtimol foiz stavkalarini tushirishga majbur bo'ladi. Xo'p, bizlar nima kutishimiz mumkin? Bugun bizlar katta откат kutishimiz mumkin. Kichik откат va e'tibor qilinglar, qanday holatda bo'lyapti. Narx impulsivni tushgan, chiqqan va bizda ikkita minimum bor. Teng bo'lishi kerak o'zi double modellar uchun. Mana bu holatda buni ham potensial double model deb olishim mumkin. Bu hali ishlab bergani yo'q, mana shunchalar ishlab berish ehtimoli bor. Va bizlarda o'tgan haftada Galopleci model hosil bo'lgan edi, e'tibor qilinglar. To'liq ishlagani yo'q. Mana shugacha ishlab berish kerak. Bu faktlar bor. Va bizlar hozircha mana bunday holatdamiz. Mana bu yerda kimlar Galopleci ko'rgan bo'lib sell olgan bo'lsa, shularni скорее всего likvidini oladi. Bizda keyin nima hosil bo'lishi mumkin? Hozir bir time frame o'tsak, anaqangi bir kuchli откат bo'ldi. Va mana bu yerda qolib ketgan gapni ko'ryapsizlarmi? Kichik time frameda yopilgan. Katta time frameda mana soya qoldirib ketgan. Bu yopildi hisobiga kirmaydi. Soyasi bilan asnonom tanasigacha olaman. Mana bu joyda olaman va shu yergacha chiqib berish kerak. E'tibor qilinglar, kuchli impuls harakatdan keyin shamli qanday holatda yopilyapti. Birontasi meni yangilamayapti. Lekin bugun agar hozir mana bu sham tepa maksimum yangilab qo'ydi tepaga, bu tepaga ketib qoladi. Просто switchni analiz qaranglar. Любой sham qaysi tarafga birinchi yangilagan bo'lsa, o'sha yoqqa ketib qolavergan. Mana bu yerda ham tepaga yangilab, tepaga ketgan. Bu yerda ham. Bu yerda даже teng o'rinda qolgan, baribir tepaga ketgan. Pastga yangilolmagan, tepaga ketib qolgan. Bu yerda sal o'tgan даже, qaranglar. Chut-chut yangilagan tepaga. Fakt в том, что D1da o'sha switchga qaysi tarafga yangilansa, o'sha tarafga ketib qoladi odatda. Mana bu yerda ham ko'ryapsizlarmi? Tepaga yangilab, tepaga ketgan va qaytgan pastga va keyingisicha pastda ochilgan. Mana ko'ryapsizlarmi? Gap bilan ochilgan va mana bu yerda ochilgan mana. Yangilab ochilgan, shundan keyin pastga ketgan. Endi sal katta bo'lgan, kichikdan keyin pastga ketgan. Mana bu switcha o'zidan oldingi ham switchani yangilab olmadi. Shuni yangilab qo'yganda biz pastga ketardik aniq. Kuch yetmadi. Kuchsiz zona bo'lgani uchun va mana bu holatda ko'rib turibmiz. Katta ehtimol tepaga ketamiz. G'oyada mana shu g'oya aktual menda hozircha. Tepadagi zonalarda kutaman va shu yerlarda savdo qilishga urinib ko'ramiz. Pastdagi mana bu kuchli zonamiz ham haligacha aktual. Belki 4-5 marta test qilishim mumkin.
Hozir hamma sellga ishonyapti va shuning uchun sellchilarni yig'yapti va tepaga urib ketaveryapti. Tilla hozircha katta time frameda e'tibor qilinglar, mana holat bo'lgan. Katta soya qoldi va biz pastga ketishimiz kerak. Mana bu hafta mana shu shamni tanasigacha test qilish kerak примерно. Ya'ni mana buni biz oddiy blok sifatida olsak, mana shu svechani tanasini faqat, soyasini emas. Mana shu yergacha test qilib berish mumkin. Biz eslaganda bo'lsa, Amazondan topgan edik soyalarda va shu yergacha kelish ehtimoli bor. Lekin mana anaqa xavotirga solgan narsa, mana bunday katta svecha yopildi, 1 oylik svecha va vряд ли keyingi svecha buni minimumlari yangicha kuchaytiradi. Bu yerda katta объем bilan buqalar yig'ilgan. Ko'ramiz. Mana bu zonalarimiz bo'lmasa pastga ketish ehtimoli bo'lishi mumkin. Taxmin bor, вероятность bor. Zonalar topilgan. Kuzatamiz. Hozir juda qiyin holatdamiz. Qaysi tarafga ketishga ikkilanib qolasizda. Agar narxlar mana bu yerlarda bo'lganda, mana bu joylarda hali endi flat holatni buzib chiqqan bo'ladi va hali ketadi degan g'oya qilardikda, narx o'sadi hali. Mana bu yerlarda mana trendlar bor. Отбой bo'lib ketaverganda shu yerlarda. Narx o'sgan, tushgan, tegib, kelib ketavergan. Va bizda hozir endi mana bu trendlar bor. Bunga hali kasani qilganga ko'ryapsizlarmi? Fakt hali tushib ketish ehtimoli bor. Может, mana bu narx shamni maksimumga test qilib qaytib ketishi mumkin. Ko'ramiz. Manda asosiy g'oya maksimumni yangilashga, keyin yangilagandan keyin pastga ketamiz. Nima uchun? Mana bunaqangi sham soyalarni ko'rib hamma treyderlar bor. Mana bu yerda o'tmishni ko'rganlar bor misol. Soyalarni ko'ryapti. Mana shu soyadan keyin pastdan qulagan. Demak, bu ham shuncha qulashi mumkin degan va katta ob'emni sal ushlaganda bo'lishi mumkin. Hozir esa shunaqangi likvidlarni yig'ish bilan ovora. Ko'ramiz. Qaysi tarafga ketsa ham tayyormiz. Chunki biz kunlik savdo qilamiz, kunlikda olib chiqib ketaveramiz, uzoq muddatga emas. Uzoq muddatga savdo qilmoqchi bo'lsangiz, shortlayingda katta summa bo'lishi kerak va shoshmasdan haftada 2 marta savdo qilganlaringiz joizdir. Ikkita сделка va uzoq muddatga. Qisqacha shu g'oya yanglab o'tirdim просто. Qisqacha tushuntirib o'tdik, qanday dars ishlashni. Пока что mana shu trend bilan ishlab ketaveramiz. Mana shu trenddan bitta отбой kuchli, ya'ni kuchli impuls kutyapman. Balki mana bu impuls harakat qilib berishi mumkin. Biz mana bu yerda olgan edik. Flat holatda olib qo'ygan bo'lsak, ishlab berdi. Bizda endi qanaqa holat bor? Mana bu impuls harakat bor. Mana bu. Shuni bizga qilib berishi mumkin. Va mana bu yerlardan sal ko'rsak bo'ladi. Ya'ni narx qaytgan joylarni qaranglar, u qayerdan beryapti? Ortiq zonadan beryapti baribir. Va shu yerdan ko'ramiz. Va qancha tushishimiz mumkin? O'shanda ham mana bu yerda impuls harakat bo'lsa, agar shunchalik keskin o'sish shortkatsiz va bu yerda korreksiya qilib ketsak, katta ehtimol anaqangi korreksiya qilsak bizga примерно trendgacha korreksiya qilib bersa bizga. Mana shu impulsga nusxalab ketaveramiz. Shu tarafiga ketaveramiz. Keyingi impulsni keyin o'sha mana bu yerda kutamiz. Ana shunday qilib ketaveramiz, bizda o'sha zonaga kelib qo'yadi. Chunki impuls korreksiya bayga zo'r ishlayapti, ya'ni impulsdan chiqadi korreksiya bay. Impulsdan chiqadi korreksiya bay. Bizda korreksiya pastga bo'ldi. Agar biza mana buni to'liq impuls deb olsak, o'shani D1da ko'ramiz. Bilan olib tashlaymiz. D1da biz mana konkretniy impulsdan keyin korreksiya tushib qoldik. Korreksiyani teng impulsda teng yarimgacha qilamiz. Har doim degandek Fibonacci bo'yicha va o'shandan keyin narx o'sish boshlaydi. Va buni qaranglar qanday holatda. Ya'ni qayerlarni beradi, yana bitta impuls qilib bersa agar. O'shanda keyin biz mana bu kanalni olib tepaga qo'yganimizda, mana shu kanallarda savdo qilsak bo'ladi. Примерно shu atroflarda. Orada откатlar bo'lishi mumkin. Kichik откатlar bo'ladi. Orada kichik откатlar, soyalar bo'ladi. O'shalarga e'tibor qilish kerak. O'shalar ham sizlarga holat berib qo'yadi.
impulsga ulgurmay qolsalaring, ya'ni точка входа berib ketaveradi. Endi mana bu yerda qaranglar, kuchli o'sib chiqqandan keyin bitta откатlik bergan buy yana marta kirish uchun. Bunaqangi holatlar har doim bo'ladi. Hop. Misol hozir mana bu zonadan korreksiya qilib turibdi. Kichikdan откат chalib turibdi. E'tibor qilinglar. Narx hozir tushadi. Qandaydir mayda imbalanslarga yoki mana bu qizil shamlarga reaksiya qilib tepaga ketib qolamiz. Buni ko'ramiz, yaqin asta ishlayveramiz. Bizga bu уже muhim emas. Mana zaklarim bor. Ochib qo'yganmiz. Turibdi uzoq muddatga. Откатlarda sal olaveramiz. Ya'ni kichik summa ishlab olish uchun kunlik savdo qilib ketaveramiz. Uzoq muddatga ham ochib qo'yganmiz. Ochib turaveradi ular. Ular bilan ishlayveramiz. Hop. Bizda yana nimalar ko'rishimiz mumkin? Mana bu narsani ko'rib qo'yinglar. Ya'ni trendlar bor. To'g'rimi? Mana bu ham trend hisoblanadi. Shu yerlarni buzib o'tsak, tepaga ketamiz. Va bizda mana bu trend bor. Mana bu. Chunki bunisi ishlab bo'lgan, mana bu qoldi. Agar bunga tortganimizda mana bunday holatda, mana buzib chiqqan test holat buy. Bizda уже non farmdagi holatni aytib o'rgan. Nima uchun bunga tortyapman? Menda maksimum bor. Bu trendni men oldindan tortib qo'yganman. Ko'rsatganimdacha mana bu maksimumga bu yerda orada bir rivojni bo'lib chiqqani uchun trend tushirish qoldirganman. Qaytib tushgan shu zonaga va shu zona proboy chiqqandan keyin non farmda retest buy ketyapti. Hozirgi holatda mana bu holat turibdi. Ya'ni trendni buzib chiqdi. Keyin retest qilib yana buy ketishi mumkin. Ko'ramiz, holatga qarab ishlayveramiz buni. Teng yarmlar mana bu yerda kelyapti примерно. Hop, juda ko'p liniyalar bo'lib ketdi. Kelinglar, lishniyalarni o'chirib tashlaymiz. Mana bu zonani hamma bilib oldi, qanday qo'yganimiz. Soyalarga e'tibor qilasizlar. Основном bu zonani olib tashlaymiz. Shart emas, chunki mana bu kvadrat bor. Mana shu ichida ishlayveramiz. Qaytib turgan zonamiz ham bizga hozir ne интересно, но soyalarga olganman. Aytib qo'yaman, mana bu soyalarda, ya'ni shu soyalarni teng kasani bo'lgan joylariga. Mana bu zonadan olganman. Farqi yo'q, qaysini olsalarim, bunimi, mana bunimi. Просто mana bu yerga qo'yganman. Mana bu sham, mana bu yashil sham tekkani uchun eng ko'proq kasani bo'lgan joylarni olib qo'ydim. Va endi mana shu yerdan hozir narx qaytib turibdi. Mana shu yerdan odamlar ishlayapti, kichik time frame'da scalp qilyapti. Agar sizlar ham ko'rgan bo'lsangiz, scalp qilsalaring yaxshi daromad olyapsizlar. Bundan 130 punkt yomon emas. Ishlash kerak. Men bunaqa zonada kirmayman. Lekin 130 punkt ham yomon emas. 0.10 $130. 0.01 $16 bo'layapti. $11 примерно. Men откатlarda ishlayman, bunaqangi holatlarda ishlayman. Kelib retest qilib bersa, mana bu yerda holat bersa, bosh mana bu yerlarda, bu yerlarda ko'ramiz. Retest va yana tepaga o'sishga. Shu tariqa ishlab ketaveramiz. Qisqacha shu. Sog'-salomat bo'lasizlar. Riskka amal qilib, akkuratni ishlasalaring savdolaring o'ngidan keladi. Ko'rishguncha